bizniki turmushimiz bilan intayin zish munosabatli bo'lgan bizniki hayotimizda har qanday shuning iyi ishni o'ylaydigan bir ilm bor. U bo'lsa muvaffaqiyat ilmidan iborat. Endi sizniki shu ilgirgi leksiyalardan muvaffaqiyatga qarta nayt mufassal bir ko'z qarashlariniki borlig'ini his qilgan edim. Unda bo'lsa siz shu muvaffaqiyat ilmiga qanday qaraysiz? Oqibatini o'ylagan yerdan qahramon chiqmaydi dedi. Polat ilmlarning gapi ekanmi? Urushdan keyin qahramon ko'rgan. Muvaffaqiyat deganni oldin mo'ljallanib qilg'ilmo bo'ladi. Endi shunda bo'lmay qolsa. Turmush dunyoda hammasining ustozi bor. O'g'irlikning ustozi bor, to'mishlikning ustozi bor, shofirning ustozi bor, kompyuterning ustozi, rasmchilikning ustozi, zot ustoz yo'q, ish yo'q. Eskichilikmi bor, yaxshilikmi bor. Birlar narsa ustoz yo'q. U nima? Turmush. Biz muvaffaqiyatni o'yinning ichida emas, turmushda ilib boramiz. Shu ba'zi narsa oldin mo'ljal olsak, biz o'ylagandek bo'lmay qolish mumkin. Muvaffaq mesela Edison men muvaffaqiyat dunyoviy olim bo'lman degan niyat qilmagan. U mushdan qiziqqan vujudini bergan. Newton mashina, Nobel mashina, Abu Ali ibn Sina shunda, Tajalli shunda, Nushirvan Adil hammasi kutilib chiqqan odam, lekin bu men monda bo'lman degan mashhurlikni qo'llashmagan. Men muvaffaqiyat qozongan odamniki 8 xil o'rtoqligini ko'rdimcha. Nishondan adashmagan, o'tkir nishoni bo'lgan, vaqtni chang tutgan, mol dunyo qiziqman, nom amal qiziqman, huquq qiziqman, muhabbatga shu boshlab kirib ketgan emas. Endi men muvaffaqiyat markini aymanda bo'lman deganim niyat qilmagan. Faqat o'zi yaxshi ko'rgan ishni qilsa shunda xushallik topgan. Men o'zbek emas. Men faqat mening ustozim shaqasini hali men bir bo'lganimcha. Nom shuhrat degan bir qalbga o'xshaydi ekan, tagdisa tegmaydigan, tegmaydi tegadigan. Bu şan şöhret adamın qancha qo'llashgan sari uni qanchalik shu nom qo'llasang nomsiz qolasa degan to'g'ri gapga. Shunga biz şan şöhret qo'llashmasdan o'zimizniki shu o'zimizniki sohasi bo'yicha xalqimizga foydasi tegadigan ishlarni ko'proq qilsak muvaffaqiyat qozonishimizni tezroq bo'ladi ekan. Siz quyosh qargan chaqda sayengizni ko'ramaysiz. Agar sayengizni qarsangiz quyoshni ko'ramaysiz. Demak muvaffaqiyat quyoshga o'xshaydi. Muvaffaqiyat avtomatik o'xshaydi. It tuz qiziydi. Masruf otaravas birimiz poyez o'tib ketdi. Demak, muvaffaqiyat qaziman deydigan nishonni chin tishlab bo'ldi qilmaslik. Kayfiyat yo'q undan. Kayfiyatdan tashqari. Kayfiyatga tuman bo'lib aslan o'xshaydi. Bu narsa bir aqlni kontrol qilmasdan sizdan topsangiz pishib ketilgan. Siz muvaffaqiyat qaziman deyotgan siz ham tartishligini. Mag'lub bo'lishligini. Chambashligini degan mushishligini bir mush qo'sh o'rib qo'pamiz qilganda gina Şunama ziyan tatmini uççaslık balda konan meyli ziyan tatmini dünyanın ziyan tatmayısınız. Ziyan tatmaş fayda alamayız. Bu dünya şu bedel töleyi kaldı. Ne dedik cennette oylasınız eşkandan yaşarda emgek kasınız yersiniz. Kino emez durmuş. Biz hem dilan 2 yaşadım, 20 yaşadıgan, ağırdılan, nevri gördügan, 2 saatten üstü yüz verdik ama. Demek muvaffaqiyatni tez qozong'il olmaydi demek için. Qozong'il bo'ldi. Dejacho'ning bir mashhur so'zi bor. Muvaffaqiyat qozonish ajablanarlik emas. Tiz surati muvaffaqiyat qozonish ajablanarlik. Muvaffaqiyat qozonish ajablanarlik emas, keyin endi muvaffaqiyat qozonish ajablanarlik. 240 shirkati bor, korxonasi bor. Buni nima deymiz? U bir qiyiqni qilib Shanghai bilan Guangdongning oraliqda kiyimida ommonlik qilgan birini to'shqa aylami? Endi u muvaffaqiyat diploma, saviya, qobiliyat bu biz sizning muvaffaqiyat qazman deydigan bir xil posiya. U qazman debsangiz mush ish qiziqman degan posiya bo'lib niyat ala. Men shu niyat ala. Muvaffaqiyat mesela Amerikada 3000 o'xshamagan kasbdan muvaffaqiyat qozongan odamlarni akilib ziyorat qilib o'tgan xotirasiga bayon qildim. Hammamiz o'rtaq gap qilamidi? U hammamiz o'zi bilgan endizin dedi. O'rtaq gap bilan bir chiqdi. Sen qilayotgan ishingdan voz kechma tugidi. Demak, qulub nesqadim ochqisini yasadi kola va sen chiqdi. Yilib yani ko'rsang omon suvni topsa, yoki kola va sen joylik qilsang, shunga muvaffaqiyat qozonishni ya sarang ya talvi deymiz. Nimiz sarang haq nimiz karya qilib etib qilavergan ishlardan chiqadi. Ha talvi deganimiz aqimni ochqinni bilmaydi. Ash edamdan bu da asham qanzulchi material asnafda paket. Demakchi o'g'ri o'zgashmini qizg'in sevib majnunlash ishga kiritish deymiz. Şu onu aldığım planı var için mesela bir sistem bilen, yaxşı bir karxana bilen, yaxşı bir yetekli bir şey var. Yetekli. Siz yeteklenip durup yetekleysiz, yeteklenip durup yetekleysiz. Şimdi birisi on kol, birisi sol kol. Sizden gapingizni qaraganda muvaffaqiyat bir xil postiga o'xshamaydi, muvaffaqiyat bir xil odatga o'xshamaydi. Muvaffaqiyat ma'adatlash mag'lub. Siz mag'lub bo'lasiz, muvaffaqiyatni nima qilib bilmaysiz. Chunki mag'lubiyatga odatlarga tafakkur shuni loyiq bo'ldi. Nima ish qilsangiz avvalini ekstertini o'ylaysiz, qorong'i tarafini o'ylaysiz. Muvaffaqiyat qazonib, azimizcha muvaffaqiyat degan so'zni unutib qolasiz.
Mag'lubiyatning nimaligini unutib qoldi. So'ng boy bilan kambag'alning mayitlik 200 xil farqining ichida tafakkurlik farqi eng chong bo'ldi. Ügünüz qilgan leksiyalarga yakas jing baylılan kirib olgan. Namratli to'rxonga kirib olgan. Uyanxonaga kirib olgan. Asha birib qolgan qaysan ve motto odat qilmaslar. Leksiyaxonaga kirib olgan. Alloh pikap alaylarda. Shu baylı dunyodagi hamma japodan qochdi, ügünüz japasidan qochmaydi. Shu bay. O'yinni ustupini jiqtadi. Namratli dunyodagi hamma japon tatishni xohlaydi, ügünüz japasidan qo'rqadi. Shu bo'yanning tik tayinida. Farq bu şeyda. Arbadinli deymiz. 2dan 8:30 ga anaqa teorema deymiz. Yana dünyada 20% adam bay, 80% adam namrat. Şu 80% adamdan pulni 20% adam gardi reseptor kontrol qildi. Şu biz pulning kontrolidan qutulamiz deydiganmiz, haqning nima deyish muhim emas. Gap siz qanday qaraysiz. Mana bu shu muvaffaqiyat qozongan posiya. Ma tamga banda meni chiqat qilib oldi desa, muvaffaqiyat qozongan adam bu tas ama mümkün dedi. Qarang, o tasni oldi qo'yib, mumkinni oxir qo'ydi. Mag'lub bo'lgan adam bu mumkin, lekin tas dedi. O mag'lubiyatni oxir qo'ydi. Eng oxir natija mag'lub bo'ldi. Gibidan ufqul oldi. Shu bu gibni dagizotgan narsa emas, posiya. Bu bek muhim. Muvaffaqiyat qozonishda yana birisi shu o'ziga ishonish muhim ekan, shu o'ziga ishonish muvaffaqiyatning birinchi siri deydigan gapim bor ekan. Undan boshqa qiziqish muhim ekan. Chunki qiziqish eng yaxshi ustoz deydigan gap bor ekan. Undaq bo'lsa, siz shu o'ziga ishonish va qiziqish haqida tordashlar deydigan o'ringiz bor. Qiziqish, endi siz nima qiziqyapsiz? Namataqmi, pulg'imi? Pulga men ham qiziqaman. Hech kim endi pul yo'qda biz oyda hozir pul bilan qannavat bilan chamuz o'qishundan ish yo'q. Hammadan ehtiyoj bor. Hem sizden nime kızıqtırırsınız? Sizin muvaffaqiyatga intildirayotgan manba, hakirin priyas manbani deydilar, motor. Buni energiyasi nereden keladi? Aktiv pozitsiyadan mı? Xo'sh, aktiv pozitsiyadan kelish manbasi ne? Ishin. Aşkanda lag'man balığı işinmisiniz? Siz bir ustam yerim aşağıya, jamen yemeysiz. Çünkü işiniz bo'lmasa ishni qila olmaydi. Şu işiniz qilishdan avval o'zingiz ishlaysiz, o'zingizning qila oladigan ishingizsiz. Siz qilayotgan ishni sizni ash manzilga olib oladigan ishingizsiz. Sizni yetaklayotgan odam, unda gumonlanish bo'lmaydi. Gumon va do'stlik bo'lmaydi, do'stlik bo'lmaydi, hamkorlik bo'lmaydi, hamkorlik bo'lmaydi, muvaffaqiyat bo'lmaydi. Muvaffaqiyat, hamkorlik bu narsa bir so'zlan. Bu narsa sab niyat bo'lmaydi, barakat bo'lmaydi. Shu barakat bo'lmaydi, taraqqiyot bo'lmaydi. Taraqqiyot bo'lganda nima aksidan bo'lib qoldi. Shu bundan chiqasi yakigani emas. Shu bir odam muvaffaqiyat qozonsa umumyuzlik reytingdan chiqadi. Manda chiqilganda mushtum o'xshash bitta reysiz deylaman, bir chamma deylaman, aynak. Bu aynak parchasi 72 qitimda ikkagdashgan, tovulishga, surkilishga birlashib bergan ekan, bu eng oxirida olmos shakliga kirdi. Olmosni siz 360 gradus aynib ko'rsangiz o'xshash ko'rinadi. Muvaffaqiyat qozonishlar ashna hamma tarafdan chiqib chiqadi. Mesela bir gülümüz suratlasak bunun en şirinlik bir bulan oldu. Kagan dep ancak güzel görünmesi mümkün. Aşağının en şirinlik oldu. Bu takı bir taraftan muvaffaqiyat kazangan dek okşaş, bir taraftan çıkıyor. Lekin muvaffaqiyat kazanışta olmasa okşadı var. Olmasa beni görüp bakın kalk taraftan görsek okşaş görünür. Şu muvaffaqiyat kazanış için çiniqish kerak. Çiniqishimiz ziyan emas. Bunun yaratqishini sizga bergan bir fursatda. Ko'rib pasif tafakkurdan tugashdim deyishga bo'lmaydi. Dunyoda mag'lubiyat mavjud emas. Vaz kechish mavjud. Unda mag'lubiyat degan nimasi? Mag'lubiyat qo'rqinchli emas, mag'lubiyatdan qo'rqish va qo'rqinchli. Unda eng chong mag'lubiyat degan zot nimasi? Mag'lub bo'lish fursatiga erishamaslik eng chong mag'lubiyat. To'g'ri, mag'lub bo'lish fursatiga erishamaslik eng chong mag'lubiyat. To'g'ri. Bu da mag'lub bo'lmagan biz muvaffaqiyat degan o'ylagan so'ng muhabbatidan arilib qolgan qizlar muhabbat bog'lamagan qizlar bilan baxtli. Chunki u ochiq tatliqni biladi. Artık ko'zga ishdan kelib olgan o'qimaydi aldakasi. Bunun tajribasi yo'q emasmi? To'g'ri. Qanday deydi? Hech chiqmaganlardan hech qanday bir natijani To'g'ri. Oldidan muvaffaqiyat qozonish uchun dastlabki bir medirlash, shu ishdan keyin ibishi bir ko'proq ish kerak ekan. Muvaffaqiyat haqidagi bu so'zlaringizdan men aytdim, mo'l bilimga ega bo'lgandek bo'ldim.